Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Eron AQShga jiddiy signal yubordi. 5 yil oldin prava olganlar uchun qayta imtihon bo'ladimi? Medvedev Yevropa davlatlariga areshnik bilan tahdid qildi. Propan narxi oshganiga izoh berildi. Erkaklar hayoti uchun muhim funksiyalarni qo'llab-quvvatlovchi vulkan mahsuloti prostata adenomasi, prostatit hamda jinsiy muammolarda sizga eng ishonchli yordamchi bo'ladi. Yaqinlikda hissiy va kuch uyg'unligini oshiradi. Mahsulot 5-7 kun ichida o'z ta'sirini ko'rsatishi bilan bemorlar ishonchni oqlagan. Muammolaringizga yechim sizga yanada yaqin. Vulkan salomatlik manbai. The Telegraph nashrining xabar berishicha, Buyuk Britaniya mudofaa vaziri Jon Hilli Putinni o'g'irlamoqchi. Agar menda biron bir dunyo yetakchisini o'g'irlash imkoniyati bo'lganida, men Putinni tanlagan bo'lardim, dedi u Kiyevga tashrifi chog'ida. 5 yil oldin prava olganlar uchun qayta imtihon bo'ladimi? Ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'layotgan ushbu savolga rasmiylar javob berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda 2021-yilga qadar milliy haydovchilik guvohnomasini olgan haydovchilar yangi imtihon markazida grafik asosida majburiy tartibda bepul qayta imtihondan o'tkazilishi haqidagi xabarlar tarqaldi. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizlik xizmati matbuot xizmati bergan ma'lumotga ko'ra, ushbu xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi va hech qanday huquqiy asoslarga ega emas. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilaridan bu kabi yolg'on xabarlarni tarqatib, fuqarolarni chalg'itmasliklarini so'rab qolamiz, deyiladi rasmiy munosabatda. Eron AQShga jiddiy signal yubordi. AQSh Eronga hujum qilgan taqdirda Tehron Isroil va Amerika harbiy bazalarini qonuniy nishonlar sifatida ko'radi va ularni nishonga oladi. Bu haqda Reuters Eron parlamenti spikeri Muhammad Qobilovga asoslanib xabar berdi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, Isroil namoyishchilarni qo'llab-quvvatlash uchun AQShning Eronga har qanday aralashuviga qarshi yuqori darajada hushyor turibdi. Manbalar bu yuqori tayyorgarlik nimani anglatishini aniqlamadi. Iyun oyida Isroil va Eron 12 kun davomida jang qildi. Bu vaqt ichida AQSh Isroilga qo'shilib havo hujumlarini amalga oshirdi. Eronda norozilik namoyishlari dekabr oxirida milliy valyutaning qulashi va narxlarning keskin ko'tarilishi tufayli boshlandi. Namoyishchilar rejimni o'zgartirishni va 1979-yilda ag'darilgan shohning o'g'li Rizo Pahlaviyni taxtga o'tirishini talab qilmoqda. Time jurnali kamida 217 kishining o'limini xabar qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp namoyishchilarni otib o'ldirgani uchun qasos sifatida mamlakatga hujumlar uyushtirish bilan tahdid qildi. Wall Street Journal nashrining xabar berishicha, AQSh rasmiylari Eronga ehtimoliy hujum haqida dastlabki muzokaralar olib borishgan. Propan narxi oshganiga izoh berildi. Suyultirilgan gaz propan bozorda import mahsulot ulushi va narxning oshishi hisobiga qimmatladi. Bu haqda Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi xabar berdi. Qo'mita ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yilda birja savdolarida jami 358 ming tonna propan sotilgan bo'lib, shundan 61% mahalliy va 39% import mahsulot hissasiga to'g'ri kelgan. Yanvar-iyul oylarida ichki bozorda mahalliy mahsulotning ulushi yuqori bo'lib, o'rtacha 80% gachani tashkil etgan. Avgust oyidan boshlab bu ko'rsatkich kamayib borgan va dekabr oyi va yanvarning o'tgan davrida 10% gacha qisqargan. Bunga asosiy sabab mahalliy mahsulotning aholi va ijtimoiy soha obyektlariga yo'naltirilganligi, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, qo'mita tomonidan propan narxiga nisbatan boshlang'ich narxdan oshirish chegarasi ko'pi bilan 20% etib belgilanishi, bitta savdo sessiyasida 5 tonna xarid limiti o'rnatilishi hisobiga mahalliy mahsulot sotilish narxi yil davomida tonnasiga 7 million so'mdan oshmagan. Ayni paytda import mahsulot narxi 8 million so'mgacha shakllangan. Shu o'rinda qo'mita mahalliy va import mahsulot o'rtasida mavjud narx tafovutini eslatib, so'nggi vaqtlarda propan qimmatlashganini import mahsulot ulushi va narxlarning o'sishi bilan izohlagan. Mahalliy va import mahsulotning boshlang'ich va sotilish narxi o'rtasida 40% gacha tafovut mavjud. Biroq so'nggi oylarda ichki bozorda import mahsulot ulushi va talabning oshishi hisobiga birja savdolaridagi o'rtacha narx import mahsulot hisobiga shakllanmoqda. Shuningdek, tadbirkorlik subyektlari tomonidan import mahsulotining boshlang'ich narxlari oshirilishi sababli bugungi kunda 1 tonna suyultirilgan gaz mahsuloti o'rtacha 9,5 million so'mgacha sotilmoqda. Dekabrga nisbatan o'sish 20% deyiladi xabarda. Qo'mitaning ta'kidlashicha, respublikada propanda harakatlanuvchi avtomobillar ulushi 11%, ichki bozorda realizatsiya qilingan yoqilg'i mahsulotlarining atiga 5%, suyultirilgan gaz hissasiga to'g'ri keladi. O'z navbatida Raqobat qo'mitasi ichki bozorda propan narxini barqarorlashtirish maqsadida o'z vakolati doirasida tezkor chora-tadbirlar amalga oshirilayotgani, oyoq ishlarda narxlar ustidan doimiy monitoring olib borilayotganini ma'lum qilgan.
Medvedev Yevropa davlatlariga Areshnik bilan tahdid qildi. Rossiyaning sobiq prezidenti va hozirda Xavfsizlik kengashi raisining o'rinbosari bo'lgan Dmitriy Medvedev Yevropa davlatlariga Areshnik raketasi bilan tahdid qildi. Bu haqda u o'zining Twitter sahifasida yozib qoldirdi. Medvedev o'z sahifasiga Areshnik ballistik raketasining uchirilganini aks etgan videoni joylagan va tinchlik kelishuvi amalga oshirilgach, Ukraina hududiga qo'shin yuborishga tayyor bo'lgan Yevropa davlatlariga ushbu qurol bilan tahdid qilgan. U Moskvaning uzoq vaqtdan beri turib kelayotgan pozitsiyasini yana bir bor takrorlagan. Yevropadagi hukmron ahmoqlar baribir Yevropada urushni xohlashadi. Bu ming marta aytilgan. Rossiya Ukraina hududida bironta ham Yevropa yoki NATO qo'shinlari bo'lishini xohlamaydi. Lekin yo'q, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bu ahmoqona gaplarni davom ettirmoqda. Xo'sh, unda mana shu narsani olasizlar degan u. Shuningdek, Medvedev o'z postiga Lvov shahriga Areshnik raketasi zarbasi aks etgan kuzatuv kamerasi kadrlarini ham qo'shib qo'ygan.